Maktablarga targ'ibot ishlariga chiqqanimda shunaqangi holatlar bo'ldiki, bir o'quvchi o'z-o'zidan shunday qarayapti-da, "Dadam meni o'qitmaydi" deyapti. Keyin hali bolachaga qiziqdim. "Nimaga o'qitmaydi?" deb so'rasam, o'qitmaydi-da, bolani ruhiyati singan, cho'kkan, endi u oilani ichidagi holatni o'zlari biladi, chuqurroq tanishmadi. Shunda bu yerga shunaqangi bolalar kelib qolsa, ularga umid berish kerak. Ishonchni berish kerak, o'ziga ishonchni o'rgatish kerak. Bu birinchi masalalardan biri hisoblanadi. Bu yerga ota-onalar farzandlarini jo'natadi, katta umidlar bilan, katta orzular bilan, mana o'g'il qizim kerak bo'lsa vazir bo'lsin, rahbar bo'lsin, olim bo'lsin, matematik, aytishnik bo'lsin deb yaxshi maqsad, orzu umidlar bilan bizni dargohimizga ishonib bizga topshiryaptimi? Bu ishonchdan biz to'g'ri foydalanishimiz kerak. Shuning uchun biz borimizni berib, bu bolalarga bor bilimimizni berib, bor tarbiyamizni berib shug'ullanishimiz talab qilinadi.